Yana 6 oy. Yana 6 oy. Qachon tugaydi bu muhlat? Joningga tegishib yashayman bu bilan. Ey, 12 yildan beri qo'limni cho'g'alding. Nima bo'lsa ham mayli. Bunaqa vaziyatda bizni haqqimiz bor. Ajrashishimiz kerak. Agar bizni ajratmasanglar, ustinglardan yozib olaman. Hammanglarni ustinglarda yozaman. Tushundingizmi? Rais chiqing. Yura qolmayman sen bilan. Rais sizmisiz aka? Iltimos, dardimni tinglaydigan odam bormi o'zi? Yana 6 oy men bu odam bilan qanday qilib yana 6 oy yashayman? Endi bo'ladimi? Bu odam bilan yashab bo'ladimi? Bo'ldi. Bu odam bilan yashab bo'ladimi? O'tiring. O'zim bilaman. Yo'q, men azoblanmadimmi? Farishtasiz. O'zingiz farishta ko'rsatmay qo'yma. Bo'ldi. Marhamat, siz gapiring. Tuman xotin-qizlar qo'mitasidan vakil bo'lib keldim. Sudda ishtirok etdim. Bularning sud jarayoni bo'lib o'tdi. Oralarida o'zaro 2 nafar farzandlari bor. Shu qizlarni o'ylagan holatda sud tomonidan 6 oy muhlat berilgandi. Nima? Yana 6 oy? Bu bilan 6 odam yashab bo'lmaydi, opa. Ajratinglar. Qachon tugaydi? Biz kelisholmay qolganmiz. Bunaqa sharoitda oila bo'lmaydi. Ajratib olinglar. Bu maxluq bilan men boshqa yashamayman. Tushundingizmi? Bugundan boshlab bizni ajratinglar. Iltimos, o'tiringlar. Qo'lingni paxsa qilma. Bo'ldi. Bu berilgan muddat nafaqat sizlar uchun, balki voyaga yetmagan farzandlaring ham bor ekan. Shularni o'ylab qilingan. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Norasidda shu farzandlarni o'ylamasanglar, ularni shu kelajagi haqida qayg'urmasanglar, kim qayg'uradi? Agar ularni sizlar o'ylamasanglar, albatta davlat qayg'uradi bu masala bo'yicha. O'zim tug'dim, o'zim katta qilib olaman. O'zimiz hal qilib olamiz. Bizlardan birga katta qilgan. Hurmatli yo'lovchilar, Andijon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha qatnaydigan yo'lovchi poyezdi ikkinchi yo'lakdan kirib keldi. Chaqirilayotgan abonent nazorat o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. SMS yuboring yoki Assalomu alaykum. Va Yaxshimisiz alaykum otaxon? assalom bolam. Biror joy ketyapsizmi ota? Yo'q, keldim. Farzandlarimni, nabiralarimni ko'rgani keldim. Qanday yaxshi. 2 nabiram bor. Mevasidan Shularni danaga shirin deng. juda ham sog'inganman. Ha, yaxshi ota. Dada, biz Keldilarmi qizim? Otaga salom bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha. Ha, barakalla. Mana buni olib qo'ying. Oling qizim, oling. Rahmat. Katta qiz bo'ling. Vaqt bo'lib qopti-yu. Juda shirin qiz ekan-ku. Ketamizmi qizim? Ha. Ha, yaxshi. Otaxon, tashlab o'tay. Yo'q, men telefon qilganman. O'g'lim kelish kerak. O'g'limni kuta qolaman. Shunaqami? Ha. Mayli, unda yaxshi yetib oling. Otangga rahmat bo'lam. Salomat bo'ling. Hayır. Hayır. chaqirilayotgan abonent nazorat o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. SMS yuboring. Karim! O Karim!
Iya. Karim! O Karim! Hozir. Ya, assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum. Aytmabsizda o'zim chiqib kutib olardim. Yaxshi keldingizmi? Bu salomsiz kim? Xizmatkorim ota. Xizmatkorim? Ha? Kelin qani? Nabiralarim qani? Gapir! Gapir! Bilasan, savol berganimda jim turganni yomon ko'raman. Gapirasanmi? So'nggi marta so'rayapman. Biz ajrashdik ota. Nodira bolalarni olib onasinikiga ketib bordi. Ajrashding? Nimaga? Voy! Ota! Qachon? 3 oy bo'ldi. Nega men bilmayman? Nega aytmading? Kiyinib chiq. Kelinnikiga boramiz. Ota, iltimos bormaylik, ota. Kiyinib chiq deyapman. Kelyapman. Hozir. Voy. Nega kelding? Nima kerak? Assalomu alaykum xudo. Bu emas. Men buni boshlab keldim. Nabiralarimni, kelinimni olib ketishga keldim. Bu gaplardan xabarim yo'q edi. İjozat bersangiz, bolalarimni olib ketsam. Qizim, endi sizni keliningiz emas. O'g'lingiz uni xor qildi. Bular ajrashib bo'lgan. Qizim bechora bolalarini boqaman deb Turkiyaga ishlagani ketdi. Bolalarchi? Nabiralarim qayerda? Yo'q ular. Bolalar uyiga berganman. Ha, men eplay olmadim. Bola chaqaga, shovqin suronga toqatim yo'q. Buni ustiga saxirim bor. Shunday deng, xudo. Qaysi bolalar uydaligini aytsangiz. Xile mushkunada. O'zini oliyjanob qilib ko'rsatishini qara buni. Menga qara, otangni to'g'ri bolalar uyiga boshlab borsang bo'lmasmidi? Bilarding-ku qayerdaligini. Satqay odam ket. Uyatsiz, sharmanda. Tavba qildim. Bezligini qara. Ota, o'lay agar bulardan bexabar edim. Nodirani Turkiyaga ketganidan ham, bolalar uyidan ham bexabar edim, ota. Otaning bilan ajrashibsan. Bolalardan xabar olsang bo'lmaydimi, haromxo'r?
o'ttizinchi yillarda ocharchilik paytlarida otam Gulsun opamni qo'shni qishloqdagi do'stiga bergan ekanlar. Farzandsiz ekan u odam. Hech bo'lmasa ochlikdan o'lmaydi-ku deb qilgan ekanlar. Tinchlik zamoni kelgach, borib do'stlarini opamga bo'lgan mehrini ko'rib, qaytib so'ramagan ekanlar. Oxirgi daqiqalarida opangdan doim xabar ol, yolg'izlanib qolmasin deganlar. Ota, Gapirma. Seni gapirishga haqqing yo'q. sizni ham otangiz o'z bolasini birovga berib yuborgan ekanlar-ku. Hatto qaytarib olmagan ekanlar, ota. Ocharchilik zamoni edi. Bo'lmasin deb shunday qilganlar u kishi. Senchi? Senga nima yetishmayapti? Nima, to'qlikka sho'xlikmi bu? Bu nima qilganing? Hayda, Xalebushkinaga. Bobom keldi. Assalomu alaykum. Alaykum Kela qol assalom. qizim. Alaykum assalom. Qizalog'im meni. Sog'lig'ing yaxshimi qizim? Yaxshim o'zim. Omonmisan? Bolam. O'zingiz Rahmat. qishloqqa olib keting, bobojon. Voy jonim mana. Babajon, Albatta olib ketaman. Asal bolam. olib keting. Olib ketgani kelganman sizlarni. Bor narsalaringni yig'ishtir. Sizlarni olib ketaman, xo'pmi? Bora qol, chop. Ana sal qizim. Asal qizim. Meni sog'indingmi qizim? Albatta. Bergan savolingni qara-yu. Seni kutaveri ko'zlari to'rt bo'lgan bularni. Ahmoq. Piyodalar. Yaxshimisiz opa? Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz? Rahmat va alaykum assalom. Bolalarni olib ketish niyatingiz borligi juda yaxshi. Lekin men hozirni o'zidayoq bularni berib yubora olmayman-da. Meni to'g'ri tushuning. Albatta, tushunaman. Lekin bolalarni ko'zi to'rt bo'lmasin. To'g'ri, bugun kech bo'ldi hujjatlarni to'g'rilashga, lekin ertaga hammasini to'g'rilab olib kelaman. Bolalarga va'da qildim. Olib ketmasam To'g'ri bo'lmaydi. tushuning. Bugun iloji yo'q. Bularni ham tushuning ota. Qaysarlik qilmang. Iloji yo'q deyapti-ku. Bolalarni kim tushunadi? Otaxon, ertaga keling. Hujjatlar tayyor bo'lsin, berib yuboramiz, xo'p? Yura qol qizim, kel. Yo'q. Ertaga olib ketamiz qizim. Yura qol, kela qol. Yo'q, bobojon. Yo'q, bobojon. Yo'q, bobomga boraman.
Xavotirlanmang ota. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ertaga kelib o'zim nevaralaringizni olib ketaman. Parvardigor, gunohkor bandalaringni o'zing kechir. Bo'ldi, yig'lama. Moxnur, singlingga qara, ko'p yig'lamasin. Ko'p yig'lasang kasal bo'lasan. Xo'p, Bonu, iltimos, yig'lamagin. Ertaga albatta ketamiz-ku. Bonu, senga bir nima beraymi? Qara, yaxshi ko'rgan o'yinchog'ing. Axir uni yaxshi ko'rasan-ku. Boring, deyapman. Nega tushunmaysan? Ertaga ketamiz deyapman axir. Bo'ldi qilgin, iltimos. Shirin shakar 2 bolam aziyat chekdi. Meni ikkita voyaga yetmagan farzandim onamning qo'lida qoldi. Hozir bilmayman. Ularning ahvoli qandayligini bilmayman. Barcha ayollarga iltimosim, oilangizni asrang. Ozodlikka chiqqanimdan keyin yurtimizga naf tegadigan inson bo'lishga va'da beraman. Sizlarga ibrat bo'lsin. Oilangizdan ajrashmang. Jinoyat ko'chasiga kirmang. Men bu yerda kasb o'rgandim. Ozodlikka chiqsam foydali ekanlar. Qadringni tortib olar so'nggi pushaymon. Qaddingni bukib qo'yar so'nggi pushaymon. Atrofingga nazar sol, o'yla imkon bor. Keyin senga taskin bo'lmas so'nggi pushaymon. Otang ketdi, senga boqmay alamda qolding. Bolang ketdi, senga to'ymay unsiz dod solding. Ayt bolam, shu edimi ko'zlaganlaring, ko'z yoshlaringni quritar so'nggi pushaymon. Vaqt borida o'zni o'ngla, boshingni tik tut. Yoningdagi farzandlaring omonat deb bil. Dunyodan yuz o'gir agar xohlasang, lek bil, o'tgan umringni qaytarmas so'nggi pushaymon.